Agar bir oy davomida har kuni bittadan piyoz iste'mol qilsangiz, tanangizda qanday o'zgarish kuzatiladi? O'sha hammani yig'latadigan, lekin aksincha sizni tanangizni quvontiradigan oddiy piyoz. Birinchi hafta ichingizda kuchli tozalash ketadi. Piyozda juda ko'p antioksidantlar, ayniqsa kversetin. U ichingizdagi barcha kimyoviy moddalarni yuvadi. Jigaringiz jonlanadi, ovqat hazm qilish yaxshilanadi. Qorin dumaloq sharga o'xshab shishishni to'xtatadi. Ikkinchi haftada immunitet ko'tariladi. Tarkibidagi vitamin C, oltin ugurt birikmalari, bularning barchasi himoya sifatida ishlaydi. Shuning uchun kasallik yaqinlasha olmaydi. Tana viruslarga qarshi kurashadi. Uchinchi hafta yurak minnatdor, xolesterin pasayadi, qon oqimi kuchayadi, qon bosimi yaxshilanadi va o'zingizni yengil his qilasiz. 4-haftaga kelib, ichaklaringiz eng yaxshi hayot kechirishni boshlaydi. Piyoz tarkibida prebiotiklar mavjud, ya'ni oshqozoningizdagi foydali bakteriyalar nihoyat oziq-ovqat oladi va sizga rahmat aytadi. Ovqat hazm qilish yaxshilanadi, teringiz tiniqlashadi, kayfiyatingiz ko'tariladi, vazningiz esa barqaror. Xulosa shunday: piyoz shunchaki shashlik uchun garnir emas, bir boshdagi aptechka. Videoni piyozni yoqtirmaydigan do'stingizga yuboring.